Hayotda qancha yashash emas, qanday yashash muhimdir. Ba'zi insonlar qisqa umr ko'rsa-da, asrlarga tatigulik mehnati sabab odamlar yodidan o'chmaydi. Bunday insonlar sirasiga O'zbekiston bulbuli deya e'tirof etilgan O'zbekiston xalq artisti professor Tavakkal Qodirovni ham kiritish mumkin. U 70 yil umrguzaronlik qilib, boqiy dunyoga rihlat qilgan bo'lsa-da, hamon yodimizda. U har yilning bahorida do'stlar g'animatdir, sayr eting gulistonlar deya xonish aylab qalblarimizga o'zgacha iliqlik, quvonch olib kiradi. Tavakkal Qodirov 1926-yil 24-aprelda Farg'ona viloyatining Quva tumanida tug'ilgan. 1961-yil Farg'ona musiqa bilim yurtini tamomlagan. Dastlab quvalik Tursunboy Karimovdan doira va g'ijjak chalishni, duygoh, sevgoh kabi mumtoz cholg'u kuylarini o'rgangan. Mumtoz va zamonaviy shoirlar g'azallariga o'zi yaratgan o'xshaydi-ku, shunchamidi, jamollaringdan, kecha oydin, o'ynasin kabi ashula va yallalari xalqimiz qalbidan munosib joy olgan.